bitta narsaga ahamiyat beringlar. Asosan katta rolni ona o'ynaydi. Uy vazifa berilganda uxlab qolsangiz ham, ko'zingiz yumilib ketsa ham, bolani uy vazifasini tekshiringlar. Iltimos qilaman. Hattoki 1-sinfdan 5-sinfgacha xususiy maktabda o'zi o'qish shart emas 1-sinfdan 5-sinfgacha. Chunki agar ona o'g'liga nima o'qiyapsan deb har kuni e'tibor bersa, davlat maktabi ham 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan ma'lumotni bera oladi. Chunki onaga bog'liq. Hattoki u xususiy maktabga borsin, davlat maktabiga borsin, onaning roli bolani yaxshi o'qishida katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun bizani tomosha qilayotgan onalarga maslahatim, iltimos vaqtinglarni sarflanglar. Dars tayyorlaganda tushunmasanglar ham, iltimos qani, rostdanmi, yo'g'i deb o'tirib berishinglar kerak, iltimos. Agar shu narsani qilsanglar, bola qaysi maktabda o'qishidan qat'iy nazar yaxshi fundament oladi.